Roman Deriz tövdeki qizchaq. Abdori Tetsuko Koreyanagi. Tərcüm qılğıcı G'ofir Qadir. Abdur haqida. Tetsuko Koreyanagi Yaponiya tarixida setilish miqdori eng ko'p kitob Deriz tövdeki qizchaqni yozgan. Bu kitob jami 33 xil tilga tarjim qilingan bo'lib, inglizcha tarjimasiningla Yaponiyadagi setilish miqdori milliondan oshib ketgan. U yana dunyodagi dangliq televiziya riyosatchisi bo'lib, ko'rilmanlari milliardga yetadi. U Amerikadagi New York vaqt gazeti, Davr haftalik jurnali, haftalik axborot jurnali tarafidan Yaponiyadagi eng ulug' ayol deb ta'riflangan. Mazkur kitobda uning maktabga kirgandan keyingi haqiqiy ish izlari xotirlangan bo'lib, bu davr uning keyingi shonliq hayotiga asos solgan. Tramvay bekitiga tunji qatim kelish. Toto anasi bilan o'ymoqchiligini esidagi erkinlik topiligi bekitida tramvaydan tushgandan keyin anasi uning qo'lidan so'ragunicha bilet tekshirish eg'izdan chiqmoqchi bo'ldi. Buningdan burun Toto tramvayga o'tirib baxmagan bo'lsa kerak, tramvay beltini nihoyat ehtiyotchanlik bilan tutib olgan edi. U biletni topshirish kerakligini ko'rib, biletga qiyolmay bilet tekshiruvchidan "Bu biletni men ib qolsam bo'lamdi?" deb so'radi. "Bo'lmaydi." U kishi Totoning qo'lidan biletni ilib oldi. Toto bilet tekshirish eg'izdagi sandiqda liqqida turgan tramvay biletlarini ko'rsatib so'radi. "Bularning hammasi sizningmi?" U kishi bekatdan chiqayotgan boshqa yo'lovchilarning biletlarini olg'ach javob berdi. "Mening emas, bekatning." "Hey!" dedi Toto qiyolmaslik ichida sandiqqa qarag'ancha. "Men cho'ng bo'lsam, bilet sotadigan odam bo'laman." Bu gapni anglagan bilet tekshiruvchi Totoga lappada qarab qo'yib, "Mening o'g'limmi bekat ishligisi borligini aytgan. Sizlar birga ishlasanglarmi to'g'ri bo'lg'idek", dedi. Toto nariroq turib, u kishiga sinchilab qaradi. U kishi ko'zini taqib olgan bo'lib, qarmoqqa bekli muloyim ko'rinadi. Dedi Toto ikki bilini tutib olib sapsaqash. "Sizning o'g'lingiz bilan birga ishlasammi, bo'lib qoldigandek qildi. Men o'ylashib baqay. Ammo men hozir bak oldirash, yangi maktabga berishim kerak." Toto shunday debla bir chet saqlab turgan onasiga qarab yugurdi-da, "Men bilet sotquchi bo'laman", dedi. Ammo onasi eranlashmagan qiyofatda. "Biroq sen jasus bo'lmadi eding-ku. Buni qanday qilsak bo'lardi?" dedi. Totoni ana so'rab degdek ilib ketayotdi. U mang'ash bir nimalarni xiyol qilyotdi. To'g'ri, Totoning arzusi aslida jasus bo'lish edi. Ammo boyqidek tramvay biletlarini do'lib olgan odam bo'lishmi intayin yaxshi ish ekan. "Topdim!" Toto ushtumtut bir yaxshi amal topgandek bo'lib, anasiga qarab varqirdi. "Hay, jasus bo'laversam, ammo bilet sotqish qiyofatiga kirib olsam qanday bo'lar?" Anasi javob bermadi. Amaliyotda anasi intayin dilg'ul bo'lyotdi. Agar bugun boradigan maktab Totoni o'qitqili unmasa, undaqda. Gul kashlangan shilab ostida anasining chiroyli yuzi sal jiddiy tus elayotdi. U Totoga qarab qo'ydi. Toto yo'lda sakrab yuradi. Texi javildab nimalarnidir so'zlaydi. U anasining ansirayotganligini bilmaydi. Ko'zi har qatim anasining ko'zi bilan uchrashib qolganda xushallik bilan kulib qo'yadi. "Ha, men hech qaysini qilmasam bo'lg'idek. Men tashviqotchi, san'atkor bo'laman." Anasining turqidan sal umidsizlanayotganligi bilinib turadi. "Hey, kechikadigan bo'ldik. Maktab mudiri bizni saqlab ketdi. Endi o'tildavamay, chaqinroq mang." U ikkilarning oldida kichikina bir maktab ko'rindi. Deriza tuvdagi qizchaq. Yangi maktabning darvozasidan kirishdan avval Totoning onasining nimishqa xotirjam bo'lolmayotganligini tushuntirib o'tay. Chunki Toto birinchi sinfning o'quvchisi bo'lishiga qaramay,
bir qitim o'qishdan to'xtab qolgan. Ya'ni amdili birinchi sinfda turib, maktabdan haydalgan edi. Bu o'tgan haftadagi ish edi. Sinf mas'uli Totoning onasini maktabga chaqirtib uningga: "Qizingiz bu yerda o'qisa, butun sinfdagi o'quvchilarga daxl qilg'udak. Siz yanala uni boshqa maktabga olib boqqan bo'lsangiz." Yosh ham chiroyli muallim xo'rsingan holda gapini davomlashtirdi. "Haqiqatan men amalsiz qoldim." Ana qattiq cho'chib ketdi. Butun sinfdagi savodoshlarining hammasiga daxl qilg'udak soat qandoq ishdi? Balam zodi nima ishlarni qilgandi? Muallim ko'zlarini chimchiqlatgancha butir qilgan chashlarini qo'li bilan tuzashtirib qo'yib, yana so'zini davom qildi. "Avval u partning tatmisini ichib yapti. Balkim buni 100 qatimdan ortiq takrorlagandi. Men uningga bekor bo'lsangizlar tatmini undaq ichib yapavermang" dedim. Shuning bilan qizingiz konspekt, qalam qutisi, darslik qatorliqlarni bir-birlab tatmining ichiga soldi. Andan keyin yana ularni bir-birlab parta ustiga oldi. Alayliq anglab yozgan chaqda u avval tatmin ichib konspektini oldi. Uningdan keyin tatmini taraq qilib yapti. Andan yana tatmini ichib beshin ichiga tiqib olib, qalam qutisidan qalamini ilib, A harfini yozishga kirishdi. Yana oldirab tinab tatmini yepib etib, A harfini yozdi. Ammo toza chiroyli yozolmagan yoki xato yozib qo'ygan bo'lsa kerak, u yana tatmisini ichib, beshin ichiga tiqib olib, o'chirgichini ilib, tatmisini yopdi-da, itlik o'chirishga boshladi. Yana oldirab tinab tatmini ochdi-yu, o'chirgichini silib qo'yib, andin tatmini yana yopdi. Arqadan u tatmisini yana ochdi. Aslida u A harfini yozibla, yozish qurollarini bir-birlab joyiga silib qo'ymoqchi bo'lgan ekan. U avval qalamini silib qo'yib, andin tatmini yopdi. Keyin konspektini silib qo'yib, tatmini yana yopdi. Bu ishlar mushunda takrorlandi. Andan keyin A harfini yozdiganda o'xshashli xotir daftar, qalam, o'chirgichlarni oldi. Har bir xatni yozganda parta tatmisini ko'z oldimda ichib yepib, ko'zlarimni olachakman qilibdi. Rost gapni qilsam, bularni ko'rib elishib qolayla dedim. Ammo uning har qatim ichib yepishi o'rganish bilan munosabatli ishlar bo'lg'ashqa, menmo undaq qilmang deyishga amalsiz qoldim. Ash ishlarni o'ylab, muallimning kirpiklari to'xtamay chimchiqliq o'tirdi. Gap bu yerga kelganda Totoning onasi partning tatmisini nimishqa shundoq ichib yopganligini sal-pal tushundi. U Totoning tunji kuni maktabdan qaytib kelgandan keyin ruhli qoldi. "Ana, maktab degan qaltiskan. Uydagi ustalning tatmisini tartib ochatdik. Ammo maktabdagi partning tatmisini ustiga ko'tarib ochar ekanmiz. Xuddi axlat sandig'ini ochgan o'xshash. Biroq bak silliqkan. Partaga nurg'un narsalar sig'adigan. Intayin qaltiskan" deganlarni yodiga oldi. Onasining ko'z oldida Totoning chiroyi paydo bo'lgandek qildi. Azaldan undaq partani ko'rib boqmashqa alayda qiziqarlik tuyulib, to'xtamay ichib yepibdi. Shundaq bo'lsa, biror aski ish qilmabdi. Texmi muhimi shuki, u asta-asta partaga ko'nib qolsa, ikkinchilab undaq ichib yepib yuravermaydi. Onasi shundaq o'ylaganicha, "Men cho'qim uningga yaxshi tarbiya qilaman" dedi. Biroq muallim ovozini sal ko'tarib, "Buninglik bilanla tugisi yaxshi bo'ladi-ku" dedi. Onasi sal keyiniga dajidi. Muallim kavdisini oldiga so'zgancha. U to'limi tasda partiyadan ovoz chiqarmaydigan bo'lgan edi. Qaysi kuni dars o'tayotgan chig'imda u av yerda turib oldi. Shundoq turib oldi. Onasi hayron bo'lib so'radi. "Zodi nerda turib oldi?" Muallim sal xafa bo'lib. "Sinf derazasida turib oldi." Onasi yana tushunmay. U derazaning yanida turib olib nima qildi ekan?
U tashviqotchi san'atkorlar bilan salomlashmoqchi ekan. Muallimning ovozi tovlagandek chiqib ketdi. Bu aslida bundaq ish ekan. Birinchi soat darsda Toto partini tinmay taraqlatibdi. Bu ishlardan keyin u partidan ayrilib, derizning to'yib turib olib, talaga qarabdi. Muallim ovoz chiqarmaganila nayt yaxshi bo'lgani, shu yerda turishni xalasa, turavermamdi deb o'ylabdi. Kim bildi deysiz? Toto ushtimda talaga qarab, "Tashviqotchi san'atkorlar!" deb tovlabdi. Aslida bu sinfning derisini Totoga baxtalay, ammo muallimga bala qazo bo'lgan ekan. U birinchi qavatdagi deriz ekan. Uning ustiga cho'ng yo'l tarafga qarayotgan. Deriz bilan cho'ng yo'lni bir qator pakkar yeshil chatqal chitliqlar ayirib turadigan bo'lg'ashqa, Toto yo'ldagi yo'lovchilar bilan osonla paranglasha oladi ekan. Shunda qilib yo'ldan o'tib ketayotgan tashviqotchi san'atkorlar salom bergan ovozni anglab, sinfning oldiga keldi. Toto bo'lsa xushallik bilan sinfdagi o'quvchilarga "Ular keldi!" deb tovlabdi. Dars o'qiyotgan o'quvchilar gurrida deriz tubiga qistilishib, "Tashviqotchi san'atkorlar!" deb tovlashibdi. Arqadan Toto san'atkorlarga "Hey, bizga bir o'yin qo'yib beringlar-chi!" deb o'tinibdi. Aslida san'atkorlar maktabning oldidan o'tayotganda chalg'ularning ovozini butunlay to'xtatib o'tgan bo'lsa-mu, ammo boshlang'ich maktab o'quvchilarining o'tinishiga erishishmi oson keladigan fursat bo'lmag'achqa, ular dag'dug'iliq o'yinni boshlab etibdi. Shu damda klanet, daqqa-dumbaq, yana o't deganlar tangli yayrashga boshlabdi. Bu chaqda muallim nima qila olsin? O'z yolg'iz minbarda turib, sazning to'xtashini kutmakdan boshqa amal topolmabdi. Muallim "Sabr qilay. Bir parda chilinib tugisla, yaxshinib qoldi" deb o'ziga tasalli berishga majbur bo'ldi. Har holda bir kuy oyoqlashib, san'atkorlarmi yiroqlashib, o'quvchilar bas-basta o'rinlarga qaytib keldi. Ammo kishini hayron qoldirgani shuki, Toto yenila deriz tugida turgan yerda qimirlamabdi. Muallim "Nimishqa u yerda turib olsiz?" deb so'rasa, Toto nayt salmoqlik bilan "Navoda yana boshqa tashviqotchi san'atkorlar kelib qolsa, ular bilan salomlashmasam bo'lmaydi-da. Uning ustiga boyqa san'atkorlar yana qaytib kelsa, men bo'lmasam qanday bo'ladi?" deb javob beribdi. Endi uning nimishqa o'qiy olmaydiganligini bilgansiz. Muallim so'zlab o'tib, sal hayajonlanqachqa Totoning anasimi. Darhaqiqat, shunda qilgan bo'lsa, muallimni nayt xijolatchilik qoldiribdi deb xijillik his qilibdi. Shu damda muallim ovozini yana azroq ko'tarib, "Yana!" Ana ixtiyorsiz ajablanish ham xijillik ilkida muallimdan "Yana bormi?" deb so'radi. Muallim so'zini davomlashtirib, "Agarda bundaq yenilarni sanab tugatgili bo'lsa, sizni bu yerga chaqirib akilishimizning hojat yo'q edi" dedi. Muallim o'zini sal basvilib, Totoning anasi qarg'ancha so'zini davom qildi. "Bu tunogingila ish. U yenila derizning yin turadi. Men uni burunqidagila tashviqotchi san'atkorlarni saqlash kerak deb o'ylab darsimni boshlaverdim. Tuyuqsiz u birsiga qarab, "Nim qilyapsan?" deb ullik tovladi. Men turgan yerdan u so'zlayotgan nishonni ko'rgili bo'lmaydi. Men u kimdi deb o'yladim. U chaqda u yana ullik qilib, "Sen nim qilyapsan?" deb so'radi. Men butun diqqatim bilan qarshi tarafning javobini anglag'il bo'larmi qandaq deb ko'ngil qo'yib tinglashidim. Ammo qarshi tarafdan javob kelmadi. Shundoq bo'lsa-mu, sizning qizingiz yanala, "Hey, sen nim qilyapsan?" deb to'xtamay savolni davomlashtirib. Men haqiqatan dars o'tishga amalsiz qoldim. Men derizning oldiga berib, uning kim bilan so'zlashayotganligini ko'rib boqmoqchi bo'ldim. Derizdan beshimni chiqarib, yuqoriga qarsam, asli qarlig'ash ekan. Qarlig'ashlar sinfning lampasiga silib olgan bo'lib,
u ash qarlag'ashlar bilan so'zlashgan ekan. Men bu bolalarning ko'nglini tushunmaydiganlardan emas. Qarlag'ashlar bilan paranglashishni kulgilik ish deb qaramayman. Biroq dars o'tayotgan chaqda qarlag'ashdan undoq o'lik ovozda "Sen nima qilyapsan?" deb so'ramagan tuzuk. Anisi eg'iz ochib apa so'rag'icha muallim yana so'zlab ketdi. Yana bir ish bor. Tunji soat 2 sinat dars vaqtida men hammanglar birdan davlat bayrog'i sizinglar dedim. Boshqa bolalarning hammasi rasm qog'oziga quyoshning surati bor bayroq sizdi. Ammo sizning qizingiz attiganlik xabarlardagidek harbiy kiyimi bayroq sizishga boshladi. Men uning ashuni sizg'iz kelgandikin siziversin deb o'yladim. Biroq u tuyuqsizlar bayroqning atrofiga bir muncha chuchilarni sizishga kirishdi. Bu chuchilar yoshlar ittifoqidagilarning bayroqiga tikilganidek edi. Shundoq bo'lsa-mu, men bo'ptila, u balkim bir yerlarda bundoq chuchilarni ko'rgandi deb o'yladim. Lekin u ko'zini yumib ochqicha seriq chuchilarni parti yuzigacha sizivetdi. Aslida rasm sizish qog'oziga bayroq sizsa, qog'oz liq to'shatdi. Chuchilarni sizgudek joyma qolmaydi. Ammo u yanila seriq mum qalam bilan uningga shart-shurt qilib chuch sizdi. Chuchilar rasm sizish qog'ozdan teshib ketdi. Qog'ozni ilvatgandan keyin partida chekit seriq izlar qilib qoldi. Har qancha surtibmi chiqara olmadik. Elim yaxshi, bu izlar partining 3 tarafidan bor ekan. Anisi keyniga ochib aldirab so'radi. 3 tarafda qaraganda muallim qattiq charchagandek qiladi. Ammo yanada nihoyat samimiylik bilan so'zini davomlashtirdi. So'lg'i sizilg'ini bayroq hadis bo'lg'achqa chekit izlar 3 tarafdan bor ekan. Anisi azroq temini ilib olib, "Ha, undaq bo'lsa 3 tarafdan bor ekan-da", dedi. Muallim intayin salmoq talaffuzda danma-dana qilib. Ammo bayroq hadisining bir uchi yanada rasm sizish qog'ozidan chiqib ketib, partining ustida qilib qopdi, dedi. Arqadan muallim o'rnidan turib, nihoyat so'g'uq talaffuz bilan so'zini oxirlashtirdi. Uning ustiga yolg'iz malla ovorchilik his qilib qolmay, yondagi 1-yillikning sinf mas'ulimi bu to'g'riliq inkos qildi. Ana aniq qaror chiqarmasi bo'lmaydiganligini tunib yetdi. U muallimning deganlari to'g'ri. Bundaq bo'laversa, savodoshlarining o'qishiga ta'sir yetkazgidek. Qaraganda yana bir maktab tepib, Totoni yo'tkab ketsam bo'ldiga o'xshaydi. Amal qilib bu balning mijozini tushunadigan bir maktabni topsam, uningga boshqa savodoshlar bilan birga o'qishni o'rgatib qo'ya olsa bo'ladi, deganlarni o'yladi. Shunday qilib, ana tushma-tush har yoqqa qatrab yangi maktab izlashga kirishdi. Bu qitim bormoqchi bo'layotgan yangi maktabni anasi texi yaqindan o'qishgan edi. Ana Toto'ga bu qitim maktabdan haydalgan ishni aytmadi. Chunki Toto'ga aytgan taqdirdami, balkim u o'zining qaysi ishni xato qilganligini tushunmas. Uning ustiga Toto maktabdan haydalish tufayli o'zini kamsitadigan ruhiy holatga mubtalo bo'lsa, yaxshi bo'lmaydi. U cho'ng bo'lgandan keyin andin fursatni tepib, uningga aytay, ana shunda qaror qilib Toto'ga: "Biz yangi bir maktabga berib qarab boqayli qizim. Anglasam u yer yomon emasmish", deb qo'ydi. Toto sal-pal o'ylanib olib, "Barsaqmi mayli", deb qo'shib qo'yganligini bildirdi. Anisi ko'nglida: "Qizim hozir nimalarni o'ylayotgandi? U o'zining maktabdan haydalganligini tuyib qolmagandi", deb o'ylab qoldi. Ammo o'sha daqiqada Toto onasining qo'yniga etilib: "Ana, yangi maktabda nihoyat qiltis tashviqot san'atkorlar yo'ldan o'tarmi?" deb so'radi. Shunday qilib Toto bilan onasi yangi maktabga qarab yo'l oldi.